Assalomu alaykum hammaga. Crystal Brand kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan fermuar sumka to'qishni o'rganamiz, ya'ni dumaloq shaklida. Xo'p, birinchi bizga kerak bo'ladi fermuar va 8 razmerli xrustal kerak bo'ladi va 5 razmerli liska kerak bo'ladi. Fermuarlar taxminiy razmerini bilmayman, lekin sizlar xohlagan razmeringizda shunga qarab to'qisanglar bo'ladi. Uni ahamiyati yo'q. Shodali xrustalimizni shodalardan ajratib olib, donali qilib olamiz va mana men bu yerda hozir fermuarga yarimni to'qib qo'yganman, чтобы sizlarga ko'rsatish uchun. Hozir mana sizlar bilan yarim qismini to'qishni boshlaymiz. Xo'p, buning uchun biz liskamizni olamiz, keraklicha liska kesamiz. Va mana ko'rib turganinglardek liskalarimizni har bir mana birinchi teshikdan kirgizib, liskamizni ikkinchi teshikni tashlab turib, uchinchi liskamizdan kirgizib to'qib olganmiz va ketma-ket liskalar ketma-ketlikda to'qilgan. Hozir mana buni ko'rasizlar o'zingizlar ham. Xo'p, o'zimizga keraklicha liska kesib olamiz. Mana endi hozir biz liskamizni mana shu birinchi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Mana tek qismidan o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Demak, hozir mana liskamizdan mana bu liskamizni chiqarib oldik. Mana bunday holatda hozir. Endi mana bu liskamizni, ikki tarafda qo'ygan liskamizni mana bu teshigimizdan tashlaymiz deb, uchinchi teshikdan, mana birinchi teshikdan boshlab oldik. Ikkinchi teshigimizdan tashlaymiz va uchinchi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Mana liskamizni chiqarib oldik. Va liskalarimizni baravar qilib olamiz. Uchlarini baravar qilib olamiz. Mana baravar qilib oldik liskalarimizni. Endi mana bu o'ng tarafdagi liskamizdan 3 ta xrustal o'tkazib olamiz. Mana 3 ta xrustal o'tkazib olamiz. Va chap tarafdagi liskamizdan bitta xrustalimizni o'tkazib olamiz. Mana xo'sh, mana bunaqa holatga keldi. Endi bu liskamizni chiqargan teshigimizdan qaytadan o'tkazib olamiz. Demak, mana bu liskamizni mana chiqargan teshigimizdan kirgizib olamiz. Mana shu teshikka kirgizib olamiz. Mana shunda mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi chiqarib olgan liskamizni mana bitta teshik tashlaymiz va ikkinchi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Endi bu liskamizga ikkitadan o'tkazib to'qiymiz. Ikkita xrustalni
Mana ikkita xrustalni o'tkazib olib mana yana shu leskamizni qaytadan teshigidan o'tkazib olamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Mana yana ichkiga kirgan leskamizni yana bitta teshik tashlaymizda bu teshikdan o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Va yana o'ng tarafdagi leskamizdan ikkita xrustal o'tkazib chap tarafdagi leskamizga o'tkazib olamiz. Mana oxirgi o'tkazgan ikkinchi nurimizdan, ikkinchi xrustalimizdan o'tkazib olamiz. Va mana yana o'sha holatga keldi va teg qismidagi leskamizni qaytadan teshigimizdan o'tkazib olamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Va yana bitta teshik tashlab, ikkinchi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Va shu yo'nalishda to'qib ketaverasizlar. Dalishi videoni uzib tashlamayman oxirigacha. O'zingizlar mana ko'rib tushunib to'qib olasizlar. Videoda o'zi yaqqol ko'ringan. Mana shunaqa bitta teshik tashlab, ikkinchi teshikdan o'tkazib, to'qib olaveramiz. Oxirigacha shunaqa to'qib chiqib olamiz.
Mana oxiriga yetib oldik. Oxirini to'qiyapmiz. Mana yana bitta teshik tashab, oxirgi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Bitta teshigimiz ortib qolyapti. U ortib qolsa hech narsa qilmaydi. Unga qo'shib to'qimaymiz. Mana bitta teshik tashab, shu o'rtadagi teshigimizdan o'tkazib olamiz. Va hozir chap tarafdagi leskamizdan, mana shu leskamizdan ikkita xrustal o'tkazib, u tarafdagi leskamizga o'tkazib olamiz. Mana. Va mana o'tkazib oldik. Mana birinchi qatorimiz bitti. Endi ikkinchi, uchinchi qatorlarga o'tish navbati ham keldi. Mana hozir chap tarafdagi leskamizdan 3 ta xrustal o'tkazib olib, to'qishni boshlaymiz. Mana 3 ta xrustal o'tkazib olamiz. Va leskamizni to'kinsimon qilamiz. Ya'ni buni kruchoksimon deyshadi. Mana leskamizni kruchok qilib olib, mana o'ng tarafdagi leskamizni shu kruchoksimon leskamiz orasidan o'tkazib, mana shunaqa qattimlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Va mana yonidagi xrustaldan o'tkazib olamiz. Va yana mana chap tarafdagi leskamizdan ikkita xrustal o'tkazib olib, leskamizni kruchoksimon qilib olib, mana qaytadan ustiga o'tkazib olamiz va shu leskamizning o'rtasidan o'ng tarafdagi leskamizni chiqarib to'qib olamiz. Mana. Mana shu holatda davom etaveramiz. Oyog'i juda ham oson. Va shu ketishda mana to'qib boraveramiz. Va sizlar bilan shu qatori oxiridan to'qib bo'lganimizdan keyin, oxirigacha to'qib olganinglardan keyin ko'rishamiz. Shunaqa ikkita xrustal olib to'qib ketaverasizlar. Keyin anaqa xrustallarni biraki ham chiqadi. U birakini to'qimanglar. Bo'lmasam to'qiyotganinglarda o'rtasida sinib ketib qolishi mumkin. O'shanda boshqatalab boshlashingiz to'g'ri keladi. Shu bilan keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz. Oxirigacha to'qib qo'yinglar.